Dahshat. Onasini urgan shaxs 5 yilga qamaldi. Sudda ochilgan dahshatli sir. U erkak emas, ayol ekan. Bugungi dasturimizda insoniylik qiyofasini yo'qotgan kimsaning qilmishi va uning ortidan ochilgan aql bovar qilmas haqiqat haqida so'z yuritamiz. O'z volidaye muhtaramasiga qo'l ko'targan, hammani g'azabga keltirgan shaxsga nisbatan sud hukmi o'qildi va u 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ammo tergov va sud jarayonida shunday bir fakt yuzaga chiqdiki, buni eshitib butun tarmoqlar larzaga keldi. Ushbu tezkor va shok videoda quyidagi tafsilotlarni ko'rib chiqamiz. Mudhish qilmish. O'z onasiga zulm qilgan bu kimsaning voqeasi qanday boshlangan edi va u nega bunday jirkanch ishga qo'l urdi? Odil sudlov. Jinoyatchiga berilgan 5 yillik qamoq jazosi tafsilotlari va adolat qaror topdimi? Aql bovar qilmas sir. Hamma erkak deb o'ylagan, ko'rinishidan erkakka o'xshagan bu kimsa aslida ayol bo'lib chiqqan rostmi? Nega u o'z jinsini yashirib yurgan va buning ortida yana qanday sirlar yashiringan? Bunday noyob va dahshatli voqeaning to'liq tafsilotini bilish uchun videoni o'tkazib yubormay oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va xulosa qilish o'zingizdan. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi qaynoq va jamiyatimizdagi muhim xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bir yarim hafta oldin onamdan ko'nglim juda qattiq ortib qo'ydim. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video ko'pchilikning g'azabini keltirdi. Tasvirlardan ko'rishingiz mumkinki, fuqaro yoshi katta onaxonga tajovuzkor xatti-harakatlarni amalga oshirgan. Aniqlik kiritilishicha, Parkent tumanida istiqomat qiluvchi onaxon tajovuzkor fuqaro janjal ko'tarayotganligi holati bo'yicha ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. Parkent tumani Yoshlik mahallasi Tumalis ko'chasida turaman. Bir yarim hafta oldin onamdan ko'nglim juda qattiq ortib qo'ydim. Qilgan ishimdan juda qattiq pushaymonman. Kechirishlarni o'tib so'rayman. Holat bo'yicha o'tkazilgan surishtiruvlar davomida onaxonni tajovuzkor fuqarodan himoya qilish maqsadida himoya orderi taqdim etilgan. Ma'lum bo'lishicha, videodagi fuqaro ruhiy asab kasalliklar shifoxonasida davolangan. Xudo masala yo'q qildirmasdan qo'ymaysan. Ayni vaqtda holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Holat bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi uchun to'plangan hujjatlar sudga taqdim etilgan. Bu haqda Parkent tuman hokimligi o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi. Oradan beriyle onu başarısını ko'rmay, gap so'zga qomaylik deb hamma narsani aytmay, gap so'zimni ko'chaga chiqarmay o'tirdim. Bo'lmadi. Shunda endi hozir 38 ga chiqqan bo'lsa, shuncha yillar davomida tuzuy bo'lmagan inson endi tuzuy bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasi tartibida uzr kesib 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Jazo o'tash muddati 21 may 2026 yil soat 15:20 dan boshlab hisoblanadi. Biz jinoyat ishlari bo'yicha Parkent tuman sudidamiz. Ijtimoiy tarmoqda shov-shuvlarga sabab bo'lgan, onasiga nisbatan tajovuzkor xatti-harakatlarni amalga oshirgan farzandga nisbatan sud qarori e'lon qilindi. Xuddi artistlik Nodiraxon deganlar yorib oladi. Artistlik. Men Navro'zaxonim buni ham yorib oladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasi tartibida uzr kesib 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Jazo o'tash muddati 21 may 2026 yil soat 15:20 dan boshlab hisoblanadi. Qarordan norozi tomonlar 10 sutka ichida apellyatsiya tartibida shikoyat berish muddati o'tgach, qaror chiqarilgan kundan e'tiboran 6 oy muddat ichida kassatsiya tartibida Toshkent viloyat sudiga shikoyat berish yoki protest kiritish mumkin. O'rtoqlar, ozgina adashib qolamiz. Hozir hamma Parkentliklar chiqib yotibdi menga. Bu qiz bola ekan-ku, o'g'il bola emas. Ismi Zumrad ekan, menga kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra. Bugun kutamiz viloyat ichki ishlaridan,
Parkent ichki ishlarida iltimos qilardik chora ko'rishni. Bo'lmasa ertaga boramiz, o'zimiz ichki ishlar bilan bog'lanamiz, birgalikda borib chorasini ko'ramiz buni. Har bitta haqorati uchun, har bitta qilinayotgan tazyiq uchun, bosim uchun javob beradi Xudo xolasa. Hammaga rahmat, ma'lumot yetkazayotganlarga joningiz sog' bo'lsin. Yili ruhiy kasalliklar bolnitsasiga shaxsan o'zim olib bordim. Ular qarab berishdi. Sentabr olib borgan bo'lsam, fevralda chiqib keldi. Bu ruhiy kasal emas dedi-da ular. Chunki normalniy gapiryapti bizga dedi. Bu holat bir kunda emas, yillar davomida shakllangan. Shunga qaramay yolg'iz ona farzandi ustidan hech qanday arz qilmagan, hatto boshqalarning ham aralashishiga yo'l qo'ymasdi. Pichoq bilan tahdid qilingan paytlarda ham u sukut saqlaganini aytmoqda. Ko'rganinglar endi u bitta lavha o'shanaqa. Pichoqlar tilib tashiyman, mana bunaqa tilib tashiyman deydi. Ana tilib tashiysan qo'y, endi unaqa qilma, kun ko'raylik deyman. Buni bir yaxshilik bir narsasini ko'rmadim-da. Ani kichkina qizim sal shustriroq milisaga telefon qilar edi, 102 ga qama qo'ydirdim. Endi bu safarda jonu jahonimdan o'tkazib yubordi bolam. Bilasizmi, shu paytgacha ham o'zim milisa chaqirib milisaga berib yuborsam ham ketidan g'alati bo'lib qolardim-da. Shu kecha kunduzda ham shunaqa bo'lardim. Bu oxirgi paytda rosa yomon bo'lib, quturib bir bola bo'lib ketgandan keyin rahmim ham kelmadi. Ikkala qizim turmushda, qizlarni keltirmaydi. Lekin ular nari tur, beri turdi, bir bola qilmagan. Yaxshi. Endi yeb ichar, bemalol hammamiz ishlaymiz, toparman, tutarman, unaqa bir nima yo'q. Yeb, ichib, kiyinib, yaxshi yurgan. Mana ba'zi bir odamlar misol uchun aytadi, "Ha, bir bola ta'sir qilgan." Hech nima ta'sir qilmagan. Hamma narsa aytgani qilingan. Buni endi o'zi shunaqa inson ekanda, endi bizani adasini majburlab o'g'il bola bo'lishga anaqa qildi. O'shanga ham bitta katta buqamiz bor edi, buqamizni sotib mayli deb qiluvdi, keyin musulmonga to'g'ri kelmaydi degandan keyin adasi aytdi, qo'y endi boshqa narsa qilaylik. Mumkin emas ekan dedi. Endi shunaqa yaxshi xo'jayinim bor edi, qiynab menga kun ko'rsatmagandan keyin qizimni do'miga jo'natib yubordi meni. O'zlari u bilan qoldi. Kechqurun ovqat qilib qo'yardik, yeb ichib bunga olib kelardi. Kechqurun uxlatgan umuman qo'ymas ekanda. Uncha bersam, muncha bersam, unaqa. Yurakdan anaqa bo'ldi-da, keyin o'lib qoldi-da. Ijtimoiy tarmoqlarda video tarqalgach, ko'p o'tmay qiz qo'lga olindi. Sud esa unga nisbatan 5 sutka qamoq jazosini tayinladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasi tartibida uzr kelsa 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Oloyxon Hasanov, Oxunjon Normurodov jami. Assalomu alaykum. Mazkur video kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, jamoatchilik orasida ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat joriy yilning 6-may kuni Parkent tumanida qayd etilgan va shu kunning o'zida hududiy ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazoratga olinib, o'rganilgan. Ma'lum bo'lishicha, videodagi shaxs ruhiy kasalliklar dispanserida ro'yxatda turadi va muqaddam holati yuzasidan muolajalar olgan. Uning tashqi ko'rinishdagi noodatiyligi ham aynan shundan kelib chiqadi. Albatta biz ota-onalarimizni e'zozlagan yurtdoshlarimizning keskin e'tirozlarini to'g'ri tushunamiz va hurmatli ijtimoiy tarmoq faollariga ma'lum qilamizki, mazkur holat to'liq nazoratga olingan. Bugungi kunda videodagi 37 yoshli shaxsga nisbatan avvalroq onasiga berilgan himoya orderi talablarini buzganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 206-1-moddasi bilan hamda 183 va 41 moddalari bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, sudning qaroriga ko'ra unga nisbatan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shu o'rinda jamiyatdagi voqea hodisalarga befarq bo'lmayotgan, faol fuqarolik pozitsiyasini namoyon etib kelayotgan aziz yurtdoshlarimizga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz.